Assalomu alaykum hammaga. Mana hozir biz Moskvaning kindigida turibmiz. Kremlda bitta biznesmen akamizni ko'rib qoldik. O'zbek O'shli akamizni. Assalomu alaykum. Aka, Murod aka bo'ladi. Murod aka, necha yildan beri Moskvadasiz? 6 yildan beri. 6 yildan beri Moskvadasiz. Qanday kelib qoldingiz Moskvaga? Shu bir do'st chaqirdi. Ishlar yaxshi keldi. Do'stingiz orqali kelib qoldingiz. Yaxshimi Moskva? Yoqdimi sizga? Yaxshi, Allohga shukr. Nima ish qilyapsiz hozirgi kunda? Necha pul topyapsiz hozir? Ishlar topyapsiz bir oyda. Bir oyda 400-500 ming atrofida. Moskvada do'stlar 400-500 ming. Bu degani где-то 6 ming $7 ming degani. Ha? Shunaqami aka? Shunaqa ishlar topsa bo'ladi aka. Bo'ladi albatta. Nima biznes qilyapsiz agar sir bo'lmasa? Valbers bilan ishlaymiz. Valbers bilan ishlayapsiz. Detskiy ish qilamiz. Detskiy tovarlar sotasiz. Yana nima ishlar bor? Shu bekorchilikda chiqib taksi urib turamiz. Taksi Moskvada urasiz? bilasiz, albatta taksisiz bo'lmaydi. Bu yoqqa kelgan odam. Yo'llarni ham taksida yursangiz yaxshi o'rganib olasiz. Albatta taksi bo'ladi. Maslahat beraman hamma kelgan. Maslahat berasiz aka. Taksida ishlash qiyin emasmi? Yo'q, bilib olsangiz shu oson. Oson. Necha pul topsa bo'ladi taksida ishlab? Shu 10 mingga topasiz. Kuniga 10 mingga dollar topasiz. Bu degani $100 dan oshiqroq, ha? Albatta. Undan ham ko'proq topasiz. Undan O'ziga ko'proq. harakatingizga bog'liq. Harakatingizga Boshqa bog'liq. bizneschilar bilan ishlar bilan ovora bo'lib kam-kam chiqib turamiz. Kam chiqib turasiz. Ha, yaxshi. Do'stlar, ko'rdinglar mana akamiz biznesmen 5-600 ming topadi kuniga, oyiga. Sog' bo'lasiz aka, rahmat sizga. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Assalomu alaykum.